Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlarga so'zlab beradigan qissa asosan ayollarga juda mansub bo'ladi degan umiddaman. Chunki bu qissa ayollarning himoyasi haqida bo'ladi. Kunlarning birida ota ishdan charchab uyiga qaytardi. Uyiga yaqinlashganda 3 nafar farzandini tashqarida o'ynab yurganini ko'rdi. Farzandlarining ust-boshiga qarab bo'lmasdi. Kiyimlari kir, yuz qo'llari loy edi. Ota bundan qattiq taajjubga tushdi. Chunki u bunday holatga birinchi marta guvoh bo'layotgandi. Ota uyga kirdi. Kirishi bilan uyning ichini ko'rib yanada qattiqroq hayratlandi. Uy to'zib yotardi. Yer chiqindi, axlatlarga to'la edi. Ota qattiq g'azablandi. Hech qachon uyini bunday holatda ko'rmagandi. So'ngra mehmonxonaga kirdi. U yer ham yoyilib yotardi. Baland ovozda qo'yilgan televizor, ostin-ustun bo'lib yotgan stullar, gilamlar, har taraflarga sochilgan bolalar o'yinchoqlari, kiyim-kechaklar, xullas, xona juda betartib edi. Oshxonada ham ahvol shunday edi. Yuvilmagan idish-tovoqlar, eshigi ochilib yotgan muzlatkich. Ota ko'zlariga ishonmasdi. Nimalar bo'layotganini hatto anglamasdi. Yugurib uyning yuqori qavatiga ko'tarildi. U yer ham shunday tartibsiz edi. Yerda kiyimlar, o'yinchoqlar ko'pligidan yurishga joy qolmagandi. Ota yuvinish xonasiga kirdi. Hammomning yeri sovun ko'piklari va suvga to'lgan edi. Ota hayron bo'lar, birovning uyiga kirib qoldimmi deb o'ylardi. Keyin yotoqxona tomon yugurdi. Xonaga kirishi bilan xotirjam gazeta o'qib o'tirgan ayolni ko'rdi. Bundan erning g'azabi yanada kuchaydi. Bu nimasi? Uyga nima bo'ldi dedi g'azablanib. Ayol esa eriga tabassum qilib bunday dedi. Siz har kuni ishdan qaytib, kun bo'yi nima ish qilding deb so'raysiz, to'g'rimi? Ha, bugun men har kuni qilayotgan ishlarimni qilmadim. Har kuni qilgan ishlarimdan norozi bo'lardingiz. Meni kuni bilan hech narsa qilmay o'tiribdi deb o'ylardingiz. Shunga bir kunda nima ishlar bilan band bo'lishimni ko'rsatish uchun bugun hech narsa qilmadim. O'ylaymanki, siz qissadan hissani tushunib yetdingiz. Aytmoqchi bo'lgan gapim, ayolingizga mehribon bo'ling. Har kuni ishdan qaytganingizda uy joyingiz tartibli, saranjom, ozoda, pokiza bo'lsa, bu qanday ham yaxshi va yoqimli, to'g'rimi? Onangiz, ayolingiz, opa-singlingiz kun bo'yi ana shunday og'ir yumushlarni bajarishadi. Shunday ekan, ularning mehnatining qadriga yeting. Uyda ayolingiz bo'lmasa, uyingiz saranjom bo'larmidi? Ammo unutmangki, buning uchun ayollar juda katta kuch va vaqt sarflashadi. Bu hikoyani ko'rgan ayollar uy yumushlarini qilishdan bosh tortib, turmush o'rtoqlarini g'azablantirishmasin. Iltimos ayollar, aslo bunday qilmang. Biz faqatgina erkaklarga, ayollarga rahm shafqatli bo'lishlarini, ularning mehnatini qadrlashini maslahat berdik. Quloq tutganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum.